Hadislardan tanlangan dualar. Tayyorlovchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Allah, men o'zimga ko'p zulm qildim. Gunohlarni faqat senla mag'firat qilasan. Marhamat qilib, menga keng mag'firat va rahim qilgin. Sen haqiqatan mag'firat qilguvchi va shafqat qilguvchisan. Ey Allah, sendan dunyo va oxiratlik omonlik tilayman. Ey Allah, meni hidoyat qilgin va to'g'ri odam qilgin. Ey Allah, sendan hidoyat va to'g'rilikni so'rayman. Ey Allah, seni yod qilishimga, sana shukr qilishimga va sana obdan bandichilik qilishimga yor yo'lak bo'lgin. Ey Allah, sening roziligingga sig'inib, g'azabingdan panoh tilayman. Sening qo'g'dishingga sig'inib, azobingdan panoh tilayman. Sana sig'inib, sening do'zaxingdan panoh tilayman. Ey Rabbim, sen o'zingga sano etgandek mukammal ravishda va sening loyiqangda sano etishdan ojizman. Ey dillarni boshqaruvchi Allah, dilimni diningga mustahkam qilgin. Ey dillarni o'zgartib turg'uvchi Allah, dillarimizni sening toat ibodatingga o'zgartgin. Ey Allah, rahmatingni umid qilaman. Meni ko'z yumib ochquchilikmi o'z holimga qo'yib etmagin. Barliq ishlarimni yaxshilab bergin. Sendan boshqa haqiqiy ma'bud yo'qdir. Ey Allah, barliq ishlarimizda oqibatimizni yaxshi qilgin. Bizni dunyoning xorliqidan va oxiratning azobidan qutqizgin. Ey Allah, seningdan payg'ambaring Muhammad alayhissalom so'rgan narsaning eng yaxshisini so'raymiz. Va sana sig'inib payg'ambaring Muhammad alayhissalatu vassalam panoh tilagan narsaning sharridan panoh tilaymiz. Sen eng yaxshi madadkorsan, to'limi shafqatlisan. Allah'ın yardımı bo'lmasa, qo'limizdan hech kelmaydi. Ey Allah, bizga iymonini qizg'in so'ydirgin, uni dilimizda mustahkam qilgin, bizga kufrni, buzuqchilikni va gunohni yomon ko'rsatgin. Bizni to'g'ri yo'lda yurguchilardan qilgin. Ey Allah, seningdan seni so'yishni, seni so'ydiganlarni so'yishni va seni so'yishga turtki bo'ladigan amallarni tilayman. Ey Allah, sening so'ygingni mening uchun o'zimdan, ahlimdan va tashnalikdagi sovuq suvdanmi so'yimlik qilgan. Ey Allah, sana sig'inib, sendan qo'rqmas dildan, qabul bo'lmas duodan, to'ymas nafsdan, foydasiz ilmdan panoh tilayman. Mushu to'tdan panoh tilayma, ey Allah, sening g'aybi ilming, cheksiz qudratingga sig'inib, hayotligim mening uchun yaxshi bo'ladigan bo'lsa, menga hayot beg'ishlashingni, vafotim mening uchun yaxshi bo'lsa, meni vafot qildirishingni tilayman. Ey Allah, seningdan odam boyuq har qanday joyda sendan qo'rqadigan taqvolikni tilayman. Ey Allah, rozimanlik va g'azablik har qanday holatimda haq so'zni aytishimni sendan so'rayman. Ey Allah, sendan o'tirhal turmushni tilayman. Ey Allah, seningdan tugumas ne'mat so'rayman. Ey Allah, seningdan uzilmas xursandlik so'rayman. Ey Allah, seningdan qazo va qadrga rozi bo'lishimni so'rayman. Ey Allah, seningdan o'limdan keyinmi bayoshat turmushga muyassar qilishingni tilayman. Ey Allah, seningdan ziyon zahmatga uchirmasdan sening jamolingga qarash lazzatini va sana uchrishish ishtiyoqini so'rayman. Ey Allah, bizni iymonning zinnati bilan bezigin. Ey Allah, bizni to'g'ri yo'lda yurguchi va uning boshlig'uvchilaridan qilgin. Ey Allah, menga foydali narsalarni bildirgin. Sen menga bildirganlaringdan meni foydalantirgin, ilmimni ziyoda qilgin. Ey Allah, seningdan rahmatingga erishtiradigan, mag'firatingga muyassar qiladigan amallarni, barliq gunohlardan saqlanishni, jimi yaxshiliklarga erishishni, jannatga muyassar bo'lishni va do'zaxdan qutulishni so'rayman. Ey Allah, har qanday gunohimni mag'firat qilgaysan, har qanday qiyinchiligimni hal qilgaysan va sen rozi bo'ladigan har qanday hojitimni ravo qilgaysan. Ey Allah, qilg'uvchilarning eng yaxshisi Allah. Ey Allah, seningdan qaytmas iymon, tugumas ne'mat va mangulik jannatning eng yuqori qitida Muhammad alayhissalomga hamroh bo'lishni tilayman. Ey Allah, qilganlarimning yomonligidan va qilmaganlarimning yomonligidan panoh tilayman. Ey Allah, sana sig'inib bilib turib sana sherik keltirishdan panoh tilayman va bilmasdan qilib sağganlarimga sendan kechirim so'rayman. Ey Allah,
Manga haqni haq ko'rsatgin. Manga haqiqatga ergishishni nasib qilgin. Manga botilni botil ko'rsatgin va uningdan saqlanishimni manga nasib etgin. Ey Allah, sen haqiqatan gunohlarni mag'firat qilg'uvchisan va mag'firat qilishni yoqtirsan. Manga mag'firat qilg'aysan. Ey Allah, sana sig'inib og'ir ahvolda qilishdan, baxtsizlikka yo'liqishdan, balo qazoga duchor bo'lishdan va dushmanlarni xush qiladigan ishga mubtalo bo'lishdan panoh tilayman. Ey Allah, sana sig'inib manga ato qilgan ne'matingning uzilib qilishidan, bergan omonligingning uzilib qilishidan, tuyuqsiz jazolashingdan va barcha g'azablaringdan panoh tilayman. Ey Allah, sana sig'inib do'zaxning fitnasidan, do'zaxning azobidan, qabr azobidan, yomonlikning fitnasidan, kambag'allikning yomonligidan va dajjalning fitnasidan panoh tilayman. Ey Allah, sana sig'inib nachar axloqlardan, yomon amallardan va havoyi havaslardan panoh tilayman. Ey Allah, ishimning kapolati bo'lgan ne'matimni men uchun to'liqlab bergin va eshitim bo'lgan dunyoligimni men uchun yaxshilab bergin. Qaytadigan joyim bo'lgan oxiratimni men uchun yaxshilab bergin. Barliq yaxshiliklardan men uchun hayotlikni ziyoda qilgin va barliq yomonliklardan o'limni men uchun rohatlik qilgin. Ey Allah, sana sig'inib g'am andishidan, bexillikdan, qo'rqinchoqlikdan panoh tilayman va ojizlikdan, o'rinlikdan, qarzdorlikdan, dushmanning meni mag'lub qilishidan panoh tilayman. Bir Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q. Uning sheriki yo'q. U tirildirdi va o'ltiralaydi. U hamisha tirik bo'lib, hech o'lmaydi. Bütün yaxshilik uning qo'lidadir. U hamma narsaga kuchi yetguchidir. Ey Allah, sana sig'inib g'am qayg'udan, ko'ngilsizlikdan, ojizlikdan, o'rinlikdan, bexillikdan, qo'rqinchoqlikdan, qarzdorlikdan va kishilarning yomonligidan panoh tilayman. Ey Allah, meni halol rizqing bilan haromdan behojat qilgin. Ulug' fazling bilan meni boshqalarga muhtoj bo'lishdan behojat qilgin. Ey Allah, men sening qulingman, qulingning va dedikingning quliman. Taqdirim sening qo'lingdadir. Mening uchun taqdir qilganlaring har zamon yurguchi va adolatning o'zidir. Ey Allah, o'zing shundoq atagan yoki kitobing orqali tushirgan yoki bandalaringdan birasiga bildirgan yoki o'z dargohingdagi g'ayiblar qatorida bizlarga bildirmagan barcha ismlaringni vasita qilib sendan Qur'oni Karimni ko'nglimning bahori, qalbimning nuri, qayg'ularimni yo'q qilguvchi va andishlarimizni ketkizguvchi qilishingni so'rayman. Ey Allah, meni sen hidoyat qilganlar qatorida hidoyatga boshlagin. Menga sen saqliq ato qilganlar qatorida saqliq ato qilgin. Meni sen himoya qilganlar qatorida himoya qilgin. Bergan ne'matlaringda menga barkat ato qilgin. Sen taqdir qilgan ishlarning sharridan meni saqlagin. Haqiqatan sen mutlaq xohish egasisan. Sana sherik bo'lg'uchi yo'qdir. Sen aziz qilgan xo'rlanmaydi. Sen xo'rlaganni hech kim aziz qilolmaydi. Ey Rabbimiz, sen ulug'larning ulug'isan. Ey hamisha tirik bo'lg'uchi va hammani idora qilib turg'uchi Rabbim, mening holimni butunlay yaxshilagin va meni ko'z yumib ochqichilikmi o'z holimga qo'yib bermagin. Ey Allah, İbrahim alayhissalomga va uning oila tavobatlariga rahmat qilgandek, Muhammad alayhissalomga va uning oila tavobatlariga rahmat qilgin. Sen haqiqatan maqtashga loyiq va ulug' martabalik zotsan. Ey Allah, İbrahim alayhissalom va uning oila tavobatlarining nom nishonisini mangu qilgandek, Muhammad alayhissalomning va uning oila tavobatlarining nom nishonisini mangu qilgin. Sen haqiqatan maqtashga loyiq ham ulug' martabalik zotsan. Ey Allah, meni xatoliklardan xuddi mashriq bilan mag'ribning orasini yiroq qilgandek yiroq qilgin. Ey Allah, xuddi oppoq kiyim paskinlikdan tozalanib parlagandek meni xatoliklarimdan poklagin. Ey Allah, mening xatoliklarimni suv bilan, qor bilan, muz bilan tozalab yo'q qilgin. Qudrat egasi bo'lgan Parvardigoring kuffarlarning sifatlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jimi hamd sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir.